Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilari, akalar, ukalar, hammalaringiz kunlaring xayrli bo'lsin, barakotli bo'lsin. Akalar, bugun biz syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, shu arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'ni o'zimizning qishlog'imiz, akalar. Xo'p, o'sha biz kutgan afg'on toza, qoni toza, o'zi toza, zotga haqiqiy birinchi sort afg'on qo'ylarimiz yetib keldi, akalar. Xudo xolasa videoni boshidan bittadan like bosib, otangga rahmat deb, hop, obuna bo'lish esdan chiqmasin, akalar. Obuna bo'lib qo'yaveringlar. Xudo xolasa sizlar ham masalan havas qilgan odam oladi. Havas qilib ko'ringlar. Xudo xolasa pullarini ham yengil qilib, chiroyli qilib, yangi partiyamiz keldi deb, hop, shu ilgaridan o'sha to'rga afg'on bilan shug'ullanib turgan Avazbek, hop, o'zimizni rashkamiz yoniga keldik. Kelamiz, baraka. Assalomu alaykum obunachilar. Tuzumizlar charchab, xudo xolasa akalar, bugun afg'on qo'ylar yangi partiyalarni tushirib oldik. Xudo xolasa layt bosib akalar. Qo'ylarimiz ko'p. Xudo xolasa 30-35 ta afg'on qo'yimiz bor ki, arashan qo'zlar bor obunachilaringizga. Haqiqiy noyoblaridan, bitta urug'likka qo'chqardan ham zo'ridan kelman. Laytni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar obunachilar. Hisor deysizlar, arashan deysizlar, afg'on deysizlar, nomiga qo'ytirdan bor. Narxini qo'ldan kelgancha yengillatib beramiz. Faqat layt bosib turasizlar obunachilar. Birinchi partiyamiz 10 dona. 10 dona. 10 dona. Ishonchli 100% afg'onlardan. Xo'p, akalar, hafta kunlarimizni ham aytib ketaylik, chunki hafta kunlarida aytmasak, haligi nima deydi? Hop, adashib qaysi payt, qaysi kunga qo'y deb aytish so'rashyapti. Shuning uchun hafta kunlarimizga 2025-yil, hop, 17-sentyabr akalar. Bugun chorshanba. Hammalaringiz kunlaringiz xayrli bo'lsin. Oxirigacha ko'ringlar, akalar, qo'y olmasalaring ham havas qilinglar. Havas qilgan odam to'shni yetadi havasiga. Dangali havas qilib ko'ringlar. Qo'ylar arzisa havas qilinglar. O qaranglar qo'ylarni. Haqiqatan bularni ham menimcha yosh bo'lish kerak. Chunki bu ukamiz to'lkaligi yosh qo'ylarni olib kelyapti. Zotga, o'zimiz hali yemga tashlaydigan qo'ylardan emas, to'lka zot. Bizda zot qo'ylar. Xudo xolasa narx-navolar ham yengil bo'ladi. O'tgan safargi qo'y deb haligi har doim bitta qo'y bir xilga odamlar yozyapti-da kommentariyada Avazbek. Kommentariyalarda akalar hammasini birma-bir o'qib, hamma analigisiga atvet yozib qo'ydim. Har doim bitta odam yozyapti, o'sha qo'y, bitta qo'y deb. Akalar, bu qo'y yangi partiya tushdi. Eshitib olinglar, yangi partiya. U haligi o'z bir xil aqli yetmaydigan odamlar bor-da, qo'y haligi o'zi hamma qo'yni bir xil ko'radi. Ko'p tilpa o'z ko'pi ketmay qoldi, o'tkatta qo'y. Misol, oddiy misol 5 ming odam ko'ryapti, hech joy bo'lmadi endi. 5 mingdan 10 ta odam oladigan bo'lsam, 2 ta qo'ysa biz 20 ta oyoq qo'yadi-da. Ko'p odam yetmay qoldi. Xudo xolasa, unday qarasa emas. Hamma yangi partiya qo'ylar, misol qo'rama kibir odamlar o'zi biladi. Misol qo'y tushungan odam qo'y taniydi-da, misol. Tushunmagan odamlar Beyde pırışan bir koydu. Unaqa odamlarga to'g'risi uyda tovuq ham yo'q. Unaqa odamlar dangali qo'ydi bir xilda ko'radigan odam qo'y baxmay qo'yish kerak. Dangali qo'ydi birinchi o'rinda qonuni, haligi liniyasi borda tushunib olgan odam yaxshi bo'ladi. Dangali yaxshi qo'y taniydigan odamlar bemalol telefon qilib, hop, aloqaga chiqib, ikkita olasizlarmi, bitta olasizlarmi, 10 ta olasizlarmi, hammasini hop, chiroyli qilib, narx-navolarni alik qilib berishadi. Bularda yosh oyliklari qanaqa? Yosh oyliklari 4 kishi, 6 kishi, asosan 6 kishi qo'ylar. Mo'q, qarang, qo'y jonivar, uzunligi, vaqti metrajni qo'ylar. Qo'yingchi bir ko'rsataylikchi. 90 plus. 90 plus mana akalar, qaranglar. Ha, razrezlar qarang. Ichida bir dona ham qo'ydim, mas osilgan yo'q. Hammasi tikildi. Men misol ertadan keyin o'zi ichida qo'chqor yurgan qo'ylar ichida. 80-90% bo'g'oz. Aha. Ertadan keyin misol bola olsa qo'chqor ham qiynalmaydi. Misol qo'ylarni qochish ham olsa bo'ladi. Dumbasi ochiq qo'ylar emas, dumbasi osilib ketgan unaqa emas. Afg'oniston chista 100% toza afg'on qo'ylardan. Shunaqa o'zi birinchi sort. Qoniga javob, qo'ylar hammasi qon tekshirilgan. 100% qoni toza chiqmasa qo'y qaytib olinadi. Qaytib olinadi. Chista 100% toza afg'on. Akalar, bu qo'y chunki ashaqdan masalan 30 ta 40 ta afg'on qo'y olib kelinyapti. Dangali bunga jicha-picha pul sarflanmaydi. Dangali to'g'rimi Avazbek? Masalan,
ozmuncha 40 ta qo'zi bo'lsa ekan, ha deysa, bu qo'yga to'g'risi jicha-picha pul sarflab, u yolg'on qo'shib, unaqa qilib sotilmaydi. Shu o'zimiz xalqimizga qoni toza, liniyali qo'ylar ko'paysin deb o'sha yoqdan mehnat qilib olib kelilyapti. Akalar, o'sha mehnat qadriga yetib, bittadan like-ni bosib, qo'llab-quvvatlanglar. Afg'on qo'y mana bunaqa bo'ladi. Afg'on qo'yda dumbasi osilgani akalar, qochirib olish, qo'chqorga qo'yib olish o'ta bir qiyin, to'g'rimi emasmi? Lekin bular dumbalari tik dumba tashda haligi nima deydi, razrezlari zo'rda. Bular qo'chqorga qo'yilganda ham qiynalmaydigan, bolani xotirjam olaverasizlar. Dumbasi yopib qo'ymagan. Hammasi ochiq dumba. Ularda ma'lumotlarini telefon qilib bemalol so'raverasizlar. 24 soat telefonlar ishlaydi. Buni nech puldan beramiz? Avazbek haligi partiyamiz ko'pda cho'zovurish kerak yo'q, dangal. 7-8 partiya qo'ylarimiz bor. Bularda bo'ylarning eng kichkisi bo'lsa bitta yarda 85 cha bo'lishi mumkin bo'lsa yo'q. Aha. Asosan qo'ylar 87-90. 87-90. Tishlari 6 tish asosan qo'ylar. 4 tish va 6 tish asosan qo'ylar. 6 tishga olishursin. Kuchida qo'ylar, kuchida turibdi. Qo'ylar o'ta kuchida qo'ylar. Haqiqiy bolani ham zo'r beradigan paytda hozir. Bolani yaxshi boqadigan paytda og'riq emas. Narxini hali $1000 demaymiz. Ba'zi bilan orzadan olganmiz, misol bizga birinchi qo'l keladi bu narsa. To'g'ri. Olganmiz. Bu avvalo mehnat emas buni. Shunaqa. Narxini bir joyda olsa $750 dan qilib beraman. $750 dan. 700 beraman. 10 donasi. Ben işte 10 dona olsa $750 dan. Misol obunachilar nimaga dollarda qo'yyapsizlar deyishi mumkin. Bizga ham dollarda kelgan bu narsa. Shunaqa dollar. Jaydar qo'ylar emas bular. To'g'ri, dollar akalar bilib turibsizlar, o'ynab turibdi, past baland bo'lib, o'sha dollarga pichib olingan, haligi nech pul dollar, kurs nech pul olayotgan bo'lsa ham, o'shanga dollarga sotilsa, bular hisobi chiqadi akalar. Dollar bilan o'zi asli Avazbek bir xilgilar dollarga qo'ysa, deb obro'ni ko'taradi. Dollar u bilan so'mda nima farqi bor? O'zi hammasi bitta narsa pichiladi o'zi aslida, to'g'rimi? U yosh bolani gap bo'lib qoladi. Dollar $500 qo'yishyapti, dollar qo'yishyapti. Akalar, dollar bo'lsa ham, so'm bo'lsa ham shu bir xil pul. Prosta bu qo'ylar dollarga pichib olingani uchun hisob kitobga to'g'ri bo'lsin deb qo'yilyapti, xolos. Bu yoqda biz bu ishlamaydi, misol, shunaqa ag'da qog'oz shu dollarga shuning uchun osonroq bo'lish uchun aytilyapti bu narsa. Bir xilgilar so'mga aytaver, O'zbekiston turibdi. Akalar, O'zbekistonda ham so'mdan yaxshi ishlayapti dollar. Qo'ydi qaranglar, yuzi toza. Haqiqiy. Yuzi yo'q, yuzini ham. Bu qaranglar, bu svit qaranglar. 4 tish ekan. 4 tishga endi yetkazyapti. Bu qaranglar. O'ta chors qo'ygan bu. Bular charchoq bular akalar, bularda masalan Avazbek kelib ko'rsa lokatsiyalar bor. Bo'ladi, avval tepasiga kelib ko'rish. Yana ham ishqoz bo'lishadi. Ha, misol kelgan odam qo'ydi, qo'yib ketayotdi, qo'y yaxshi, ko'rgan odam qo'ydi oladi-da. Bemalol kulpa qilsa lokatsiyalar tashlab beramiz. 24 soat olqadamiz. O'tgan safargi qo'ylar tugatib berishdi akalar. Dangala o'tgan safargi qo'ylar tugab ketdi. Xudo xolasa bular ham 2 kunda tugaydi, uzab ketsa. Buni bemalol tez aloqa telefon qilib, aloqaga chiqib olinglar. Bitta olasizlarmi, ikkita olasizlarmi? O'ta narsa, yaxshi narsalar ekan. Avazbek Arashan qo'chqorim bor deyapmiz. Qani? Arashan qo'chqor noyobidan bor. Yaxshimi? Qon tozasidan bor. Zotga bo'laveradi, bo'lmasam zotga. Arashanni ko'rsataylikchi bo'lmasam. Qani? Gap yo'q. Mashallah. Qo'chqormisan, qo'chqor. Qo'chqorni qaranglar akalar. Nima deyapti u? Qarang. Metrdagi bo'yi metrni qo'yishi. Metrlab hamma yog'ini xudo xolasa o'zlari ko'rib oshiradi buni. Yerdan ketyapti akalar. Hop, mana. Men necha 90 deb turib, necha turgan bo'lsa, olaverasiz. Shuni ko'rsatingchi. Yetcha yangi o'tgan. Yetishga endi chiqaribdi. Gap yo'q, omonlik kelgan. Qarang, garmonlarni. Quloqni qaranglar. Bu kalla kattaligi ham qulog'i jar katta ko'ringan, lekin quloq katta ekan. Bo'lganda misol bilan o'lchasa bo'lardi mana. Narigi metr bo'lganda o'lchasa. 22 kishyaptimi shunda? Narigi metr bo'lsa o'lchasa bo'lar. Bu qo'y kattaligiga quloq ham jar katta ko'ringan yo'q. Agar bu qaranglar. Razrezdan o'xshataman jonivorni. Razrezni qarang. Haqiqiy o'zim ish qo'zg'ab kelgan qo'chqordi. Buni osmon narx bo'lib ketmaydimi? Qo'y haqiqatdan menga yoqdi. Qo'y zo'r. O'zimga misol shaqada bunaqa o'zimga ko'nglimga yoqqan, misol o'zimizdan ko'nglimizga yoqqan narsa ko'ramizda, qo'yaga deb berolmaymiz. O'zimiz ko'nglimizga yoqqancha olib keldik qo'chqordi. Narxida xos yo'lda narxi. Haqiqiy
qo'ydi misol zo'rini olib boqaman deydigan obunachilar aytib toza arashan liniyasi bor. Liniyasi bor. Akalar mana shuni kutyapti turiblaring, mana shunaqa mashina olinglar mana akalar. Ko'ryapsizlar, qo'ydi qaranglar jonivorni. Zo'r sog'liqlaring bo'lsa shunday qo'shib bolasini olinglar. Xudo xolasa bu qo'y yana 2 yil, 3 yil xotirjam ishlab, bemalol hozir o'zi rosa ishlashga kelibdi jonivor, ha. Bu badani ham o'rta badani, balki semirib ketgan org'an emas, mana o'ta haligisida. Shuni so'lqa qo'yishga tayyorda. Sport aligida ekan. Sport rejimda, deydi-yu. Bunday rejimda. Gap yo'q. Semiz bo'lsa qiynaladi. Bu o'ta to'g'ri bu narsa. Gap yo'q. Xudo xolasa obunachilar tilpa qilsa narxini yengil qilib beramiz. Nech pulga berasiz buni? Buni 2 mingdan demaymiz, 1,5 ming ham yo'q aka. Obunachilaringizga anab turing. Tortishmaydi, kamini so'rashmaydi. 1300 dollarga 1300 ga beramiz. 1300 ga dastlabkini qilib bitkazib berasiz. Baholarga ham ketaveradimi? Baho tomonlar ham telefon qilsin kelishamiz. Dastlabki chepcha qo'shib berishadi. Akalar, lekin bu qo'y to'g'risi bizning kanalimiz yangi akalar. O'sha rivoji uchun biz unaqa osmondan narx qo'yilgan yo'q. Xo'p, razrezni qaranglar. Unaqa ikki tushganda ikki, yorma. Haqiqatan mana qo'shasizlar, mashinaqasini qo'shinglar. 500 dollar, 600 dollar, 300 dollar qimmat bo'lsa, mana shunisini qo'shinglar akalar, mashinaqasini. Tag o'rni misol lobojada arzon emas. Qo'ydi bizlar egasini qo'lda tutib bo'lsa bari, kamida kerak bo'lsa 5000 dollar sotishadi. Shunaqa kimgadir tushib qolsa shunaqa. Sizga qo'ylar bilan kelgan, ha, ketaversin mayli. Qo'yvaringchi bir ko'raylarchi buni, yuruvini bu kallasi ko'tarib, stokalarni ko'ringchi, jonivor yurishini qaranglar, ey. Gap yo'q. Xo'p. Sog'liqqa ham ishlashlari ham o'ta dahshat ekan. Xo'p, qarang, qo'chqordi. Haqiqiy mana shunaqasini olinglar akalar. Uzunligini qarang. Gap yo'q. 1300 ga kim aqli yetganlar telefon qilib, mana shunaqa zo'r sog'lig'im bor deb akalar olib tashab qo'yinglar, o'ng qarang. Bitta ozalaring ham bo'laveradi, mana shu hammasini bir partiya ham olinglar. Haligi mashina kimdirlar mashina olaman, haligi olaman deyapti. Avazga mashina qo'ylar juda ko'rib turib so'zlasam, misol kimdan kimga tushyapti. Bu narsani shuni bitta mashina puli olib qo'yishsa, mana 10 bittasini Xudo xolasa kamida bitta bor, Malik o'zi bindirishadi, mana qo'ydasi o'zi. Shunaqa bitta tug'dirib, Xudo xolasa 600-700 dollardan. bitta tug'dirib qo'ysalar, mana shu holatida mana shu komplektini bitta tug'dirib qo'ysalar, mana shu o'zi o'sha mashinalaringdan mashina tashab ketadi, dangadi. Gap yo'q. Ikkinchi partiyamizga o'tamiz. Ikkinchi partiyaga o'tamiz. Xo'p, akalar, ikkinchi partiyamizga qorasidan so'ragan, qora ham emas, qizil ekanmi? Bularni qarang. Switch qaranglar, kashtan, toza kashtan rang ekan. Xo'p, uzunligini qaranglar. Bu narigilardan katta shekilli yo'q emasmi? Uzunligi ham, razmerini qarang. Mana shu shekil. Bu razmerni qarang, uzunligini. Metr yetmaydi mana shu qo'ylar uzunligiga, bari. Shu ham yetmayapti, mana bu. Qo'chqordi ham bunga 1.10, 1.20 ligini qo'shish kerak ekan. Yarmida. Biz ichida qo'shib yurgan o'zi bu ichida. Qo'chqordi ham, ha, qo'chqor. Metr qo'yingchi mana shunga uzunligini qarang. Mana bola ham o'zi 1.90 lik bor. Nechiyapti o'zi bir ekan buni? Qarang. Sog'liq qaranglar akalar, ey. Futbol sagan mana. Bu qarang. Voy, bir xil past bilan baland. Bundaqasi var o'zimga ham birinchi kelishib. Aytib, bu safargi partiya boshqachalar keldi. To'g'risi, men ham buncha ancha-munchaga to'g'risi buni. Janob buni qarang. Men ham ancha-muncha ko'rmaganman, to'g'risi bunaqa uzun katta qo'ydi. Haqiqiy bunaqa eski urug' qo'ylar hali ham bor ekan. Buni narxida-da. Bularning narxi 1000 dollar. Haligi partiyamiz Avazbek uzayib ketdi. Men bag'ini qisqa tez narx. Safarga 3 o'yin bir joydan olsa, turing, 800 dollardan yetkazib beraman. 800 dollardan. Bo'yi 90 plus 3 o'yinga. Eng kam 90 kishira bor. Lekin u qo'ladi ichida. O, qaranglar, qo'ydi, ey, jonivor. Ko'rga odam yonadi qo'ydi. Bor, ko'rga odam yonib qoladi. Akalar dinozavrga o'xshaydi. O, qaranglar. Hatto kallasi ham o'ta katta qo'ylar ekan. 800 dollardan bu yosh qanaqa buni? Yoshi 6-8 ishda. 8 ta 6 ta. O, qarang. Voy jonivor. Janovorda bir kishi bilmaydi bularni. Uzunligini qarang, qo'ydi. Haqiqatan katta ekan. O'zim qo'y tirator qo'ygan. Cho'chiyapti, yirik qo'ygan haqiqatan. Metrga o'zini ko'rsatmaydi, u tortilib turibdi. Tortilib turibdi. Bu qo'yda hozir ko'rsatgan o'zingiz ham obunachilar bo'lishadi. Arkadan yig'ib olib turibdi. 90 dan kam emas ular bo'yi. Hozir buni 90 shyapti, bunaqasiday
Pili 90 pilisda bular. 90 plyusda o'z men Yo'q, yotib olib tirab turibdi. Qo'yib yuborib qo'ydi. Bu qarang. Endi holata qarang. Mana, holat. Tikka turib olsa, qo'y o'zi 10 sm o'zi pasayib turibdi. Hop, 90 plyusga olishaversin. 90 pilisga olishadi. 90 ne ular o'lchagan o'zi. Yo'q, qaranglar qo'ydi. O'ta charsa ekan bular. Charchadim ham demaydi, qo'ylar. Bu razrezlar ham hammasi o'lchagan. Buni narxi $8'dan, ha? $8 bir joyda obunachilarga yetkazib beraman. Duo qilib. $8'dan bir Like joy. bosib turishlarga obunachilar. Akalar, like-ni bosib, qo'llab-quvvatlanglar akalar. Masalan, sizlarda ham ayniqcha to'g'risi mehnatlaring kerak. Chunki kanal ham rivojlanishi uchun hammamiz birgalikda hop ish qilishimiz kerak, to'g'risi-da. U masalan bir kishi, ikki kishi bilan bo'lmaydi. Hammamiz like-ni bosib qo'yaylik akalar, like-ni bosib, gazini bosinglar, shunaqa toza narsalar tomosha qilinglar, ko'zlaring quvnab. Ular yoqsa, kimga yoqsa, like-ni bosib qo'yinglar, qo'ylar yoqsa. Like bosib qo'ylar ko'rasda kamida shunday qiladi, 100 ta bo'lsin. gap yo'q. Bo'lmasam, hop, 3-partiyamizga o'tiramiz, avazbiga. Ketdik. Hop, akalar, 3-partiyamizga nechta dona berdi avazbek? 11 dona. 11 dona ekan bular. Hop, qaranglar. Qo'y, badani bu safar semizi ketdi. O'tgan safargilari jam bunaqa semiz emas edi. Misol uchun 3 partiya havo o'chiraversa, bunaqalar kelgan yo'q o'zimga. Shunaqa, bu safar вообще Chista tozalari. semizlariga bu safar. O'tgan safargilar oriq edi. Qaranglar, qo'ylar. Razmerlari ham yaxshi. 11 dona buni yoshi qanaqa bo'ladi ham? Yoshi shunaqa? 4 tish, 6 tish, ichida 2 ham 8 tishi bor. Ikkita 8 tishi bor. Ha. Qaranglar, qo'ylar. Svitiga chiqib bo'laman da, afg'on qo'y. Yomon o'ziga tortadi, ha. Qarang. Naq bo'lgan. O'zi bilib qolibdi. Qorindan tashabdi. Bu qo'ylar Afg'oniston o'zlari dalani qo'yib bo'lsa kerak bular, ha. Shuni ular ichida qo'chib yurgan odam, ba'zan o'zidan qo'shib qo'ygan Shunaqa. Bayda o'sha arashan qo'chqor ham billa kelgan shular bilan, xudo xolasa qochib qolgan bo'lsa, sizlar baxtlilaring. Qochmagan bo'lgan taqdirda ham bular akalar zo'r qo'chqorga shunday qo'shib bundan hozir kechmas, hozir sezoni vaqti yo'q. Qo'ylar qo'chadigan payti o'sha endi. O'shada endi qo'shyapti-yu hamma. Bularni bir joyga nech puldan beramiz? Bularda 8 dan yo'q qoralarda. Ha. Bular 750 dan deymiz. 750 dan. Ha, bir joyda olsin. 750 dan. Ha, o'tib ham beraman. Ha, xayri ham bor. Xayri bor. Ular birinchi partiyamizda tanlab olishdan aytib ketibdi. $8 tanlab birinchi partiyamizda. Bularcha zo'rini misol ko'ngillarga yoqqan $750 dan tanlab olishadi. 10 bittasini bir joyda olaman. Siz tanlab bersangiz-chi? O'zim tanlab bersammi? Ha. Facebook 700 dan beraman. O'zingiz tanlab beraverasiz. O'zim tanlab bersam 700 dan beraveraman. Kulfa bo'lsa 750 dan jichchepti sunnat o'tib beraman. Gapi. Optim olganga. Mana akalar $750 qarang janovarni. Qarang. Haqiqatan suyagi yaxshi, badani ham zo'r. Haligi tug'sa bolasini bemalol baqoladi. 6 ta. O'zi tobida qo'ylar. Haqiqatan o'ta zo'r. Xayri ham bor, 750 dan bo'ldi akalar, xayri ham bor. Kimga ma'qul bo'lsa, lokatsiya tashlab berishadi akalar, kelib, ko'rib, tanlab olinglar. Bitta olasizlar, 10 ta olasizlar, tanlab olaveringlar. Xudo xolasa, hop, maza qilib oqasizlar. Ko'zlaring quvnab oqib berasizlar. Haligi hashak bersa ham, makka bersa ham, nima bergan taqdirda ham ko'z quvnab hashak beriladi. Tavazga to'g'ri, charchash ketadi. Charchab beradi, o'sha charchalar chiqarib oladiganlar. Shunaqa. Bular maqtasa ertalakgacha ham maqtanaveradi. Hop, o'zimiz obunachilar maqtasin buni, ha. Bo'lmasam, vaqtga rahmat aytib qo'yishadi. Gap yo'q. Bo'lmasam akalar, hop, 4-partiyamizga o'tiramiz. Hop, akalar, 4-partiyamizga qo'zimi bo'ladi, kallas, hammasi yoshlar. O'ta yoshlardan. Aytadi, aldasam ham yosh galdan deydi-yu. Ha. Yoshlar. Gap yo'q. Haqiqatan bular narigi qo'ylardi, hop, yoshi ekan. Qarang, yoshligi. Qo'ylarni qaranglar, ey. Bularni kechgacha video qilsa ham, haligi zerikmaydigan qo'ylar, tavazli mana shunaqa qo'ylar. Tozalar. Buni boqqa odam ham haqiqiy mazza qilib oladi. Buni narxi nech puldan endi? Narximi? Sizga 2-3 yil chiqib Shuni ham ko'rsatingchi, yosh deyapsiz. Metrda, 2 metrda
Bu başlayın uçak mı başlasın canavarda. O qaranglar. İtiş. Gap Yangi yo'q, itish ham. Gap yo'q. Qarang metr. Hop, pastga qo'yildi. Mana. Chiqqaniga olaveringlar akalar. Net chiqib turgan Mana shu kichkinalarda mana shu. Mana shu kichkinalar. İçine O, qaranglar. boş, bir, 4 tane büyük kişi var. Mana qo'ylar qaranglar. 4 tane büyük kişi var, qolgan 4 işte asosan. Aha, yarim ektish, yarim to'rish ekan-da. O qaranglar qo'ylarni. Janovar. Mana shu dem Sivitini qarang. canavarlar. Shu ham kallalar o'ta chiroyli qo'ygan. Metrda qo'ygan chiqadi. Mana 90 dan ham baland ko'rinyaptimi endi? Gap yo'q. 4 şey yangi chiqardi. 4 ga endi chiqaryapti. Ektish 4 qo'ylar bo'ylari 85 plus minus qo'shganlar ichida bir dona kichikroq bor. Aha, Kichikroq bor, shu yansi ektish shunisi ham. gap yo'q. Hali ektish qo'y qo'zi hisoblanadi. Haligi Avazbek. Qo'ylar Chunki yangi chiqadi, canavarlar qo'ylar yangi chiqqan. qo'qlodan endi o'tgan qo'ylar bular. Endi yetkazyapti. Haqiqat bular yosh qo'ylar ekan. Canavar. Ektish Yangi chiqqan gap deysiz yo'q. canavarlar. Sivitiga qarang canavarlar. Haqiqatan yeb ichishiga, sog'liklariga siz garantiya berasiz, ha? Bular ichida qo'shib Chiqarib yurgan. ichida qo'shib yurganchida, yana o'zlari misol qo'y tushiradigan odam bo'lsa, kelib tekshirib olishaveradi. Endi bularga garantiya berar, bu bitta ayniqsa bitta buqaga nomiga sotadigan qo'yni hammasiga garantiya beraman. Nima yoki To'g'ri. misol bizni qo'limizda emas bu. Bizga ham kelgan ozmuncha foydamizga chiqarib sotamiz. Narxini da qolsa to'liq beramiz, xulosa kelgancha obunachilaringizga. Gap yo'q. Omali akalar haqiqatan erkakcha gap bo'ldi. Bir xilqilar bo'g'ozda 100% garantiya beraveryapti. Akalar ko'zi bilan ko'rgan odam ham garantiya berish qiyin, chunki qo'y uni ushlashib borib qochgandan keyin to'g'rimi? Qo'chqar sakragani bilan masalan ushlashib bor. Hop, xudo xolasa bo'g'oz inshaalloh. Mana sizlar peshonalaring 80% o'zi qo'y qochib oldi aslida. Chunki bular dalani qo'yi. Biz qorada bo'lsa Avazbek. Biz qorada men masalan o'zim absolutni yaqinda qo'shnim chiqardi. Endi bir hafta bo'ldi-da qo'ylarga qo'yib yuborganim. Endi salqin tushsa qochadi-da qo'y. Lekin haqiqatan go'zal qo'ylar. Qo'yda muammo yo'q. Qo'yda kamchilik ham yo'q birinchidan, to'g'risi. Qo'y hamma yog'i cho'tka. Hamma yo'q narxida nech puldan beramiz buni? Narxi bular bor, jaydar qo'yib narxini beraman. Obunachilaringizga. Bir joyda olsin 700 dollardan beraman, kamiga beraman deyman. Bir joyda olgan 700 dollardan beraman, 750 dollardan yoqqan tallab olishadi. 700 dollardan 700 dollardan tanlab 750 dollardan tanlab olish ekan, optimga, hop 700 dollardan olar ekansizlar. Akalar, hop kimga yoqsa bemalol kelib, ko'rib, tanlab, mana shu bitta tanlab, qo'lini siltab kelib olib ketaveringlar akalar. Hop, savdo qilganda baraka. Hamma ham to'g'risi masalan keling o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib oling, o'shanda sizga ancha haligi bo'ladi. Nima deydi? Ko'p qo'yda, qo'y ko'p. Ichdan tanlab yoqqanini olib ketasiz. Uzunligini qarang. Qo'y haqiqatan qo'yda muammo yo'q. Bemalol telefon qilib, qanaqa gap so'zlar bo'lsa so'rab bemalol aloqaga chiqaveringlar. To'g'rimi Avazbek? 24 soat Ko'pni o'zim bitta o'tgan safargi odamlarga Avazbek qo'y yetmay qoldi, to'g'risi. Menga telefon qilishdi. Qo'y sizga aybingiz bor. Qo'y tugagandan keyin bitta telefonni olmaysiz ekan. To'g'risi telefonni oling, to'g'risi. Ahvozida qo'lyapti, misol ko'p odam telefon olmay qoldi uzri, o'g'li. Endi misol xudo xolsa bu safar telefon qilishsin, ishlarni bitirib beraman. Bu bo'lmasa misol adabadan uyushtirib bo'lsa ham qilib beraman. Lekin like bosib tursa obunachilar. Like'ni to'xtatmanglar akalar, like'ni bosinglar. Chunki like sizlardan pul qayerib ham bizga berib qo'ymaydi, bizdan sizlarga ham ketmaydi. Prosta hop videolar tarqalib, mana shu qo'ylar kimgadir kerak bo'lsa o'shanga yetib borishga harakat qilib haligi hisoblanib qo'shilib qolgan bo'ladi, xolos. Akalar, hop bo'lmasam keyingi partiyaga o'tamiz?mi? Keyingi partiyaga o'tamiz. Ketdik. Hop akalar, 4-partiya ham 5-partiya ham Avazbek bu. 4-partiyami bu? Yo'q, nechinchi 5mi 4mi? Akalar, mana Arashan sog'liq so'radilaringmi? Mana Arashan sog'liq sizlarga. Mana bundan tanlab olinglar, tanlab. O qaranglar, qo'ylar, xudo xolasa e'tiboshi ham o'ta zo'r, quloqlari ham zo'r, haqiqatan yarishga toza uzun quloq qo'ylar ekan akalar. Bu qaranglar, oq yuzli, xudo xolasa hop
quloqlari ham butun. Mana quloq og'zini uchini qirqib qo'yilgan, mana shu ham o'zi haligi qulog'i endi bor xolos, haligi bu qirqib qo'yilmaganda bu. Bularda endi xil bor. Mana bunda kichkina endi bor, endi bor xolos. Quloq butun hisoblanadi. O qaranglar qo'ylar. Haqiqatan bayda nechi bosh bayda va ko'p bayda. Bayda 20 dona hammasi urg'och bitta ovnachizga. Hammasi urg'och, ha, rasm to'planib lekin qo'y. Haqiqatan bir kishi olib turib, bular necha oylik bular? Bu 7 oylik plus minus. 7 oylik plus minus bu. Hop. Bu qaranglar. Jonivorlar. Jonivor. O quloq qaranglar, bunday. Quloq. Qattiq. Ular 21 dan kam bo'lishi kerak, 20 dan kam bo'lishi kerak ular. 20 plus do'ring. Janovorda. 20 plyusga beraverasiz. Haqiqatan mana o qaranglar. Orqalari bilan ham bir ko'rsataylik qo'ylardi. Ichida bir dona dimasi osilgan bo'lsa, shu joyida qolaradi qo'yda. Bir dona osilgan bo'lsa, uyga borib, ash qo'y qolib ketadi yashaydi. Qaytib bermaydi sizga. Bo'ldi bo'laradi. Bo'laradimi? Dumba. Bo'ldi, shu asga kelishaveramiz. Dumbasi osilgan bo'lsa, sizlarga qolib ketaveradi akalar. 20 ta bo'lsa 19 taga pul sanab berasiz. Buni qo'ydi, qarang, yuzli haqiqatan toza yuzli qo'ylar ekan. Qarang, jonivorlar. Quloqlarini qaranglar. 6 oyda yuzlarcha to'g'ri janovorlar. O qaranglar. Bularga bitta arashdan qo'chqordi, shu qulog'i 22 dan topinglar akalar endi. Kimda bo'lsa yaxshi, bo'lmasa topinglar. 2000 ga beradimi, 2,5 ga beradimi? Bitta liniya tozasidan to'g'rilarda shunday qo'shib turib, bir partiya bolasini olinglar. To'g'ri aytgan ekansiz, Zaparjon deysiz. Bir partiya bolasini olinglar. Keyin meni yomon ko'ringlarda, mash qo'ydi. Shuni tashab qo'yinglar. Xudo xolasa bu qo'ylarni tug'diringlar, keyin mazza keyin kayfini keyin bilasizlar. Qo'chqor qo'shishga tayyorligicha qo'chqor qo'shilmagan. Qo'chqor qo'shilmagan, o'zi ko'rinib turibdi. Lekin qo'chqorni shunday qo'shib dangal bolasini olinglar mash qo'ylardi. Qaranglar. Haqiqatan yuzi toza, hop, orqa boshlari ham kelishgan qo'ylar. Bulardan ertaga bola olsa ham Avazbek cho'tki chiqib qoldi, to'g'risi. Ularning sochcho'zi va ilar bekor qolib ketadi ancha. Shunaqa, akalar meni kasbim bu blogerchilik emas, dangali. Men o'zi gapga ham to'g'risi bir tuzuq qurum, mana jaydar bolalarmiz, qishloqda odamimiz akalar, dangal haligi 10 ga 15 gapiriladi. Hop, xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qo'yamiz. Hop. Qanaqa ma'lumotlar bo'lsa, bemalol telefon qilib bilaverasizlar akalar. Haligi nima deydi? Biz adabiy gapirish bilmaymiz. O qaranglar, Basharalar necha basharaga obunachilar? Basharalar ham toza qo'ylar. Like bosaverishar ekan. Like'ni bosinglar, gumbillataylik akalar. Xudo xolasa hammamiz qo'ramizda mahnaga qo'ylar to'ldirib, keyin telefon-milponni ham tashlaveramiz Avazbek, keyin shartdan emas. Hammamiz qo'ramizda qo'ylar lim bo'lsin, to'lsin. Xudo xolasa akalar, hammamiz mana shunaqa zo'rlardan boqib, keyin kayf qilib biznesni boshlab olsak yaxshi bo'ladi. Qo'yda baraka ko'p, qo'yda xo'si baqqadan. Qo'yda baraka ko'p. Ayniqsa urg'ochlar baraka ko'p. To'g'ri. O qaranglar. Ko'payadi adashada bu. Bularda maqtadi Avazbek. Dangal endi so'z navbat sizda. Endi narxi bilan biz maqtanamiz buni. Narxi bilan maqtaninchi. Narxini 500 dollarga demaymiz. Bular so'mda chiqadi. Bular qayda qo'ya bular? Bular Qirg'iziston Bishkekda qo'yiladi. Qirg'izlar. 100%. Bular oldira kelgan, shu vaqtda ustasini o'tkazib, endi sotyapmiz. Shunaqa. Junni og'izga qo'yasiz, Junni olib qo'ydik o'zimiz. Bular bir joyda olsa 5 million ham yo'q. 5 milliondan 500 mingdan kam. 4 million 500 dan shundan. Ketaveradi. 4 million 500 dan akalar. Nima deyapti? Narx 4 million 500 ming so'mdan hop bir joyga sotishamiz deyapti. Qaranglar. O qaranglar. Qo'ylar haqiqatan go'zal. Gap so'z yo'q. Hammasi quloqlar o'ta uzun. Avazbek endi nari qo'ylarga tortishib, to'g'risi o'tib bering demadim. Endi mononi men ham bitta so'rayman, gapimni olmasangiz, mayli 4 million 500 dan qo'yaveramiz. Gapni olmaydigan bo'lsangiz 4 million 500 dan ketaveradi. Olasizmi? Meni chipchi, aytaveringchi. Jichcha, mash qo'ylardan 4 million 300 ming so'mdan qilib bering. Narigi mayli, narigilar ham. Narigilardan u tortishmadik. Lekin monolarni bir joyga olishsin. Eng kichkinasi ham bitta bash birdan kichikroq borda, boshqadan qulog'i qaranglardi. Buni ajratsa ko'rinaveradi, qo'ydi, ajratmay qo'yaylik.
Ajrab kelsa ko'raveradi qo'ylar. Ajrasa ko'rinaveradi. Lekin haqiqatan bitta bo'yin ajrasa ko'rinaveradi qo'ylar. Buni ajratmasdan 4 million 300 ming so'mdan men ham so'ramadim, to'g'ri, nariga qo'ylar tortishmadim, lekin ular narxi bo'lak. Jangali men o'zim bilaganim uchun indamay qo'yganim ularni. Lekin mana ularni oldinroq olgansiz, to'g'ri. Hozir olsangiz mayli shu narxdan qo'yaverardik. Oldinroq olgansiz, endi 200 mingdan o'tib berasiz bularga. Mayli obunachilar bir joyda olsa 4 million 300 mingga to'ladi. 4 million 300 ming so'm. Akalar, sizlar uchun yerda qoldirmayman. gap yo'q. 4 million 300 ming so'mdan, hop, Quloqlarni, janolar bilan quloqlarni ham haqiqatan quloqlar butun. Akalar 4 million 300 ming so'mdanga tushirdik. Xudo xolasa, mana kelib ko'rsalagan bo'lar, ammo qaranglar, quloq haqiqatan uzun quloq. 500 dollardan kemas vaqtlar bor-ku. Shunaqa. Mayli. Hop, 4 million 300 dan bir joyga olib qo'yinglar akalar. Sotadigan narsalaring bo'lsa, shuni ko'z yumib sotib turib, mana shuni qo'raga tiqib, bitta qo'chqorni ham shikolatini olib, shunday boqib, mana shu qo'yni to'ldiringlar. Keyin meni hozir yomon ko'ringlar-da, qimmat bu qo'y deb olib qo'yinglar-da. Keyin maza qilarasizlar, mana qaranglar. Haqiqatdan avazda yana bor partiya? Yana bir partiya bor, shular kashtan sorilardan. Kashtan sorilardan, ketdi yo'lmasa o'shanga. Hop, akalar, bular hop, keyingi partiyamizga toza kashtanlar ekan-a. Kashtanlarni haqiqiy bor-ku, baquvvatlar janolar. Qarang. Haqiqiy bari urg'ochi, bir cho'pon. Eng qizig'i. Quloqlar ham. Gap yo'q. Qarang. Quloqlar ham o'ta shirok quloqlardan ekan-a. Basharadar emas, tiniq. Toza. Ular o'ta chars. Hop. Ular soni nechta? Soni 10 dona. Soni 10 dona. Bir pochka ekan. Bir pochka bitta obunachiga. Bir pochka bitta obunachi maza qilib boqsin buni. Hop. Bularga ham shu xuddi qo'chqorni qanaqini qo'shib maza qilib hop boqoradigan sortidan ekan. Quloqlar ham hammasiniki but-butun ekan-a. Bular yeni ham yo'q shekilli. Yo, yeni bor. Bitta yeni bor ekan. Mana shu hammasiniki bir xil yeni ekan ammo. Bitta qo'ra ekan. Ularni ham shu gumbaz osil ekani, hop, gumbaz xunugi bo'ladigan bo'lsa, hop, qolaveradi ashada akalar. Dangal bizdaqa to'g'ri, bunaqa dagar to'g'ri chiqmaydi. Qolaveradi. Hop. Hammasiga dumba. Hammasiga dumba. Yeb ichishni sog'liqlarini silab ko'rdingiz-a? Aslo o'tkazib olishadi. Bular bo'yi necha? 75 plus minus. 75 atrofida. Ana sarilarga bo'yni yetmayapmiz, ularga 75 plus minusga olishadi. Bularga shug'ullar sheriklar bular ham. Ha, sheriklari. Bular narxchi. Obunachilar shu sariq narxga ketaveradi bular ham. Sariq narxi. 4 million 300 mingdan bir joyda olsin, chiroyli qilib beramiz. 4 million 300 ming so'mdan. Hop. 4 million 300 ming so'mdan deyishyapti ekan. 4 million 300 ming so'mdan narxi nima deyapti? Ko'ringlar. 4 million 300 ming so'mdan Janovorlar. Sifati haqiqatdan zo'r. Sifatiga gap yo'q qo'yiladi. Hammasi dumbalar, razrezlari yaxshi. Quloq qaranglar. Quloqlari ham o'shunday vahshiy uzunagan quloq. 4 million 300 ming so'mdan. Avazbek 4 million 300 ming so'mdan o'tib bering bularni ham. Telefon o'sib beraman. Shayda o'tib ketavering. Telefon 100 minut beraymi? Nima deysiz? 100 mingdan emas. O'tib beravering. Bitta so'rab qo'ya qolay. Men o'zim ham so'rab qo'ya qolay. Aytmoqchi. Ko'nglingiz bir-bir. Ha, haligi bo'lmasin. Nima deydi? Past so'ragan barib oladi-ku, to'g'rimi? Bu 4 million so'mdan bir joyga. 300 mingga kelmay ketadi. Men yo'ldan berishaolsam, xudo xolasa qo'ylar zo'r. 4 million. Uzun toza qo'ylar. Bunaqasi hadi kilo bo'lib bunaqasi. To'g'ri, qo'ylarning rangi, hop, hamma yo'g'i zo'r. Lekin maza qilib boqishadi-da, mana shuni olishsin. Hop, 4 million so'mdan beravering. Bir joyga u tanlab olishga sotaverasiz 5 milliondan ham, to'g'ri. Bir joyga olsa mayli quyuq yo'q bo'lsa beramiz. 4 million so'mdan akalar, bu ranglari qaranglar. O'ta siviti, go'zal, u quloq. Yo'dasi ham qarang, yo'dasi ham janovorlar hammasi yirik qo'ylar. Bir qari juni bilan emas qo'ylar. Haqiqatdan o qaranglar. 4 million so'mdan akalar, like-ni bosinglar akalar. Gumbullatib like-ni bosib, obuna bo'lish umuman esdan chiqmasin. Xudo xolasa akalar, bunaqalari bizga tez kelib turadi akalar. Hop, video mana shu Avazbek oxir paytda obunachilarga misol kelishsa, aha, yana qo'lda variantlar ko'p. Qo'shar qo'zlar ham bor, urg'ochlar ham bor. gap Hamma yo'q. variantlar bor, kelishaveradi. Video chiqmagani meni
Yüzü çok çıkıyor videoga. Xudo xohlasa ko'proq o'tib kelsa. Qo'ylar serob, lakasalar tashlab berasiz. Hozir yana qo'ylar kelyapti. Lakasini tashlab beramiz. Gap yo'q. 24 soat qilamiz. Gap yo'q. Bo'lmasam akalar, videoda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Hop, so'nggi partiyamiz ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz chorvamizda mana shunaqa zoti bor. Hop, toza qonli qo'ylardan boqishlik nasib qilsin akalar.